Robbim, bu ojiz bandang ko'zlariga nur yubor. Uning qalbini iymon nuri bilan yoritganingdek, ko'zlariga ham nur bag'ishla. Yusufim, bu sizmi? Payg'ambar ibodat qilganida butun koinot unga javob beradi. Uning oldida ko'zi ojiz kishining shifo topishi eng kichik mo'jiza. Amon ibodatxonasining rohiblari bunga nima deydi? Siz hali ham Xudoning borligiga shubha qilasizmi? Hech ajablanadigan joyi yo'q. Xullas, men bunday sahna o'yinlariga ishonadigan darajada ahmoq emasman. Agar u yosh va go'zal ayolga aylansa, balki shubhangiz yo'qolar. Albatta yo'qoladi.